Asalari va pashsha bir kuni uchrashib qoldi. Pashsha asalariga dardini to'kib soldi. Do'stim, bu dunyoda pokiza joy qolmabdi. Chiqindi-yu, botqoqlik bo'lmagan joy qolmabdi. Qayerga borsam o'sha yerdan badbo'y isi keladi. Bir nima topib yesam, darrov boshqa pashsha keladi. Yo'q, deya asalari pashshani gapim bo'ldi. Qanotini bir qoqib nasihat qilgan bo'ldi. Dunyo asli go'zaldir. Nega hayron bo'lasan? Meni ko'zim bilan ko'r, shunda amin bo'lasan. Chunki sen pashsha doim iflos joyda yurasan. Shuning uchun dunyoni mana shunday ko'rasan. Men har kuni rizq terib, guldan gulga qo'naman. Dunyoni go'zalligini mana shunda bilaman. Alqisaki, kim dunyoga boqar qay nazar bilan, kim yaxshi nazar bilan, kim doim hazar bilan. Kimni istab boqar bo'lsa o'shani ko'rar. Doim bu dunyoni shunday qilib yaratgandir Xudoyim. Ofarin!